Bizni mamlakatimizda o'zi haqiqatan ham ta'lim tarbiya va sog'liqni saqlash masalasida juda ham qiyin, buni tan olish kerak. Bizni xalqimiz bilimli bo'lishni xohlaydi, boy bo'lishni xohlaydi, lekin o'qishni xohlamaydi. Xuddi shunday sog'lom bo'lishni xohlaydi, lekin sog'lom yashash uchun qilish kerak bo'lgan harakatlarni qilmaydi. Shuning uchun mana bitta shu dorilarni retseptsiz sotmaylik. Shifokor bilan maslahatlashib olib ichinglar, zaharlanib o'zinglar kasal qilmanglar degan bitta islohotlar ham hatto bir qadam oldinga ham yura olmadi, orqaga yurib ketdi. Bizda mana shu ta'lim islohotlari va sog'liqni saqlash islohotlarini amalga oshirish juda ham qiyin. O'shaning uchun men o'ylayman, bu ikkita sohadagi vazirlarga har doim biz qo'limizdan kelgancha yordam berishimiz kerak. Ularga juda ham og'ir. Aslida ham men juda katta islohotchi bir rahbar sifatida bilaman. Lekin juda qiyin ekanligini tan olgan holda bir munosabat partiyani qarashi bu masalaga aytish kerakki, agar sohada biz islohotlarga muvaffaqiyatga erishishni xohlasak, bir qadam oldinga, ikki qadam orqaga bo'lmasligi kerak. Hozir aytganingizdek, ikki qadam oldinga, mayli shart bir qadam orqaga bo'lishi mumkin, chunki xalqimizni tushuntirish uchun juda qiyin bo'lyapti bu narsa. Lekin shu bilan birga qat'iyatlilikni ko'rsatish kerak. Bittagina aptekadagi agar bitta aptekarni sabotaji bilan bitta islohotimiz orqaga qaytib ketaveradigan bo'lsa, aslida biz maqsadimizga erisha olmaymiz. Bu yerda juda qattiq siyosiy iroda kerak. Orqamizda davlat rahbari turibdilar. Masalan, davlat rahbari bu masaladagi islohotlarni qanaqa fikrda ekanliklarini juda yaxshi bilamiz hammamiz. Va shu bilan birga aniq aytilish kerak bo'lgan bir narsa borki, O'zbekistonda tibbiyot islohotlari qachon muvaffaqiyatga erishadi? Tibbiy sug'urtani ro'yobga chiqarsak. Agar biz bittagina shu dori masalasida shunaqa qarshilikka uchrayotgan bo'lsak, tibbiy sug'urtani ro'yobga chiqarishda biz hali bu sohadagi qanaqa qiyinchiliklarga uchraymiz. Va umuman tibbiy sug'urtani tibbiyot sohasidagi biz xohlayotgan katta natijaga olib kelishning bittagina masalasi bor. Vrach pul haqida o'ylamasligi kerak. Vrach odamni sog'lig'i haqida o'ylash kerak. Vrach dunyoda juda katta oylik oladi. Nima uchun oylik oladi? Pul haqida o'ylamaslik uchun oladi. Vrach pul haqida o'ylamaslik kerak, pul topish haqida o'ylamaslik kerak vrach. Vrach odamni qanday qilib umrini qutqarish, sog'lig'ini tiklash haqida o'ylash kerak. Agar shu narsaga erishishni xohlasak, tibbiy sug'urtani joriy qilishimiz kerak. Tibbiy sug'urta pul masalasini sog'liqni saqlash tizimida hal qiladi, tamoman hal qiladi. Xususiy bo'ladimi, davlatniki bo'ladimi, pulini egasi aniq. Pul to'lovchi aniq fond, pul to'layveradi. Va vrach pul haqida o'ylamasdan sog'liqni saqlash haqida o'ylaydi. Agar shu narsaga erishmasak, biz mamlakatimizdagi sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlar haqida gapiraveramiz, lekin natija bo'lmaydi. Mana birgina misol shasi bilan hozir Buidaxonning savollariga javob berdilar. Bitta hamshirani o'rnini 0.25 dan 4 ga bo'lib ishlatyapmiz. Sog'liqni saqlash vaziri ish o'rni haqida o'ylash kerakmi? Sog'liqni saqlash vazirining vazifasi ish o'rni yaratish haqida bo'lmasligi kerak. U zo'r bitta joyda ishlaydigan zo'r hamshira haqida o'ylash kerak, uning sharoiti haqida o'ylash kerak. Qolgan 3 ta odam ishsiz qolib ketadi-ku,